Samarqandlik mijozimizni shu videoni tashlab, shuni qizil rangidan yasab bering dedilar. To'g'risi juda ham qo'rqdim, chunki bunaqa narsa birinchi yasashim. Qizil toshli, metrajli ko'zli, simli, hamma kerak narsalarni atrofimga yig'ib oldim. Oldin abadok ko'ziga shoxlarni qotirib oldim. Shoxlarni qotirib bo'lgandan keyin ikkinchi abadokka qotirdim va sekin-sekin simli bilan qolgan narsalarini yopishtirdim. Uni oxirida tayyor bo'lgan variantini ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa yonlaridagi shaqildorlarni ham yasab oldim. Ularni yana bitta zakazlari shunaqa yashil abadok edi. Sal ko'ngillaridagi chiqmadi, lekin qo'limdan kelganicha qilib berdim. Videoni boshida ko'rsatgan abadokka o'xshaganmi yoki o'xshamaganmi qizlar? Kommentariyada javobinglarni kutib qolaman. Meni brendoviy korobkamga sig'madi, lekin brendoviy sumkamizga solib chiqazvordik. Juda ham o'xshamabdi, lekin mayli berib yuboravering deganlar uchun ozgina xijolat bo'ldim va nafis mola bilan ishlangan abadok qo'shib berdim. Menga obuna bo'lishni unutmang. Aksessuar haqida kommentariyada yozib qoldiring.